Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Instagramdan bitta Arim Wrestlingchi akamiz aka menga shunaqa Arim Wrestling stol yasab beraverasizmi deb nimalar yozgan edi. Yasab beramiz aka deb o'zingiz fantaziya qilib yasab bering degan edi. Yasab hozir egasiga chiqarib yuboryapmiz. Bu trenajyori alohida ajraydi mana bu yerda bolt bilan qotirib qo'yilgan. Mana bu nimasi ham doimiy ko'tarilib pastga tushadi. Hozir buni siz ishlashini ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bu joyiga tosh iladi. Bu yerdan shug'ullanadigan payt bu yerda o'zini tortmasi bo'ladi. Ko'ryapsiz ishlashini. Stolimiz ham o'zi asli bunaqa og'ir bo'lmaydi. Biz baquvvatroq chiqsin deb shunaqa og'iridan yasab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Yasalish jarayonlarini ham yengil ko'rsatib o'tib ketaman buni. Instagramga qo'yib borardik. YouTube'ga qo'ymasdik. YouTube'ga ham joylaymiz yasalish jarayonlarini. Kimga mana shunaqa stol yasaymiz. Shunaqa stollar bo'lsa ham zakazga yasab beraveramiz. Abbos Fankraftga obuna bo'lib qo'yasizlar. Faqat bunaqa ratan stollar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Bu shug'ullanmaydigan paytda buni yechib, buni olib tashlab, unda o'zida nima tushsa ham bo'ladi. Faqat videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Mehnatga yarasha.